kishini to'liq ismlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. İsmlari Muhammad, Buxorolik, Ismoillik o'g'li Muhammad deyilyapti. Endi azizlar, al-Buxoriyning tug'ilgan yillari milodiy 810-yil Buxoroy sharifning Poykent degan shahrida tug'ilganlar. O'z davrida Poykent bo'lgan. Bosh shahar, Poy shahar degan ma'noni anglatadi. İmom Buxoriy milodiy 810-yilda Buxoroda tug'ildilar. Qarang, bu kishi hali go'daklik paytida otalari erta vafot etib ketadilar. İmom Buxoriy onalarini qo'llarida tarbiya oladilar. 2 yoshga yetganlarida İmom Buxoriyning ko'zlariga shikast yetib, al-Buxoriy ojiz bo'lib qolganlar. 2 yoshlarida. Hadis bor, onalarning oyoqlari ostida jannat. Hadis bor, onalarning duolari mustajabdir. İmom Buxoriyning onalari ham 5 vaqt namozni kanda qilmagan taqvodor ayol bo'lganlar. Qarangki, İmom Buxoriyni eshitamiz. İmom Buxoriyning onasi bobomiz 4 yoshga yetganlarida joynamoz ustida duo qilib, İmom Buxoriyning haqlariga ko'zlarini ochirishni Allohdan so'rab, siqilganlaridan yig'lab, charchaganlaridan uyquga ketadilar joynamoz ustida. Rivoyat qilishlaricha İmom Buxoriyning onasi tushlarida Ibrohim alayhissalom ayon bo'lib, ey volida, sizni qilgan duolaringizni Alloh qabul ayladi. O'g'lingiz Muhammadni ko'zlariga nur ato qildi dedilar. İmom Buxoriy shunda 4 yoshda edilar. Ko'zlariga Alloh shifo berdi. Albatta onalarning duolari mustajabdir. Azizlar, İmom Buxoriyni endi diqqat qiling. Ko'zlariga Alloh nur berdilar va xotira berdilarki, bitta eshitgan, o'qigan, yodlaydigan qobiliyatga ega bo'ldilar. 9 yoshgacha qori bo'lganlar İmom Buxoriy. 6 yoshdan Qur'onni ilmini o'rgana boshladi, 6 yoshdan. Diqqat qiling, 9 yoshli farzand qori bo'ldilar. Oyatlarni, butun Qur'onning ichidagi Allohning gaplarini yodlaganlar. Qarang, 9 yoshli farzand. İmom Buxoriyni endi eshitamiz, 11 yoshida 70 mingdan ortiq hadisni yodlaganlarida 70 mingdan ortiq hadisni. Hadis nima degani? Hadis Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning har bir aytgan gaplari, so'zlari va fe'llari bizlar uchun hadis hisoblanadi. Demak, İmom Buxoriy 11 yoshidayoq 70 mingdan ortiq hadisni yodlaganlarida bu kishining xotiralariga ustozlari qo'yib qo'yganlar. Aziz birodarlar, İmom Buxoriy onasi va Ahmad ismli akasi bilan Makkaga muborak haj safariga 16 yoshda jo'nab ketadilar. İmom Buxoriyni aziz birodarlar, eshitamiz. 16 yoshda demak Makkaga jo'nab ketdilar onasi va akasi bilan. Makka haj ibodatlari ado bo'lgandan so'ng İmom Buxoriyni onasi va akasi Buxoroga qaytib keldilar. Ammo o'zlari Saudiyada qoldilar. Maqsad bitta edi, hadis ilmini chuqurroq o'rganish edi. Qarang, 42 yilning ichida İmom Buxoriy 30 dan oshiq islom diyorlarida safarda bo'ldilar. 600 mingta hadisni to'pladilar. 600 mingta hadisdan kitoblari ko'rib, uning ichidan saralab tanlab olib 7275 dona hadisni Sahihul Buxoriy nomli kitobiga yozdilar. 16 yilda yozib bitirgan shu kitob Qur'ondan keyingi ikkinchi manba. Qur'ondan keyingi ikkinchi kitob. Bu kishining hadis kitoblari hisoblanadi. Qur'onning ichidagi yozuvlar Allohning so'zlari, gaplari bo'lsa, İmom Buxoriyning yozgan kitoblaridagi gaplar, so'zlar Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning gaplaridir, so'zlaridir, hadislaridir. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, İmom Buxoriy 58 yoshga to'lganda Buxoroga qaytib keldilar Arabistondan. Buxoroda ham xalq bu kishini juda ham ulug' kutib oladilar. Saudiya Arabistonida İmam-ı Dünya Amirul Mu'minin fil hadis, ya'ni butun dunyo imomlarining imomi, hadis muhaddislar ichida hadis ilmining buyuk amiri, buyuk sultoni degan nomga sazovor bo'ldilar. Azizlar, İmom Buxoriyni Buxoro amiri obro'sini ko'rolmasdan ba'zi bir ulamolarni
noto'g'ri axborotlariga, fitnalariga ishonib, bobomizni majbur qildilar Buxorodan chiqib ketishlariga. Imom Buxoriyga aytarkanlarki, eshitamiz akalar, Imom Buxoriyni saroyga kelib faqat saroyda dars berishligini buyurganlar. Imom Buxoriy o'shanda madrasada dars berganlar. Azizlar, Imom Buxoriyga faqat maxsus mening farzandlarim uchun saroyda turib dars berasiz deb buyurganlarida ilm Allohning nuri ekanligi. Madrasadagi xalqni farzandlari ilmsiz bo'lib qoladi-ku. Saroyda 2-3 farzand uchun emas, keling madrasada kelsinlar, birgalikda dars beramiz degan to'g'ri fikrlarini byurokratlar bajarmayapti. Ya'ni o'zi aslida maqsad boshqa bo'lgan. Imom Buxoriydan taxtimni olib qo'yadi degan qo'rqqan amir Xolid ibn Az-Zuholiy tazyiq bilan Al-Buxoriy rahmatullohi alayhini majbur qildilar Buxorodan chiqib ketishlariga. Va Imom Buxoriy aziz birodarlar, barchasi Allohdan deb bilib, taqdiri azal tushunchasi bilan Samarqand tomonga yo'l oldilar. Samarqand markaziga kirishda o'sha Xolid ibn Az-Zuholiy Buxoroning amiri chopar jo'natib Samarqandga Buxoriy kelyaptilar, kiritilmasin, darvozalarni bekittiradilar. Imom Buxoriy buni eshitgan holda xabar topib, mana shu 20 kilometrlik masofadagi markazdan, Samarqanddan, eskidan Xartang deb atalgan qishloqda bu kishining qarindoshlari yashagan, ismlari G'olib ibn Jabroilning xonadoniga keladilar. Azizlar, G'olib ibn Jabroil shunday eslaydilar. Imom Buxoriy xonadonimizda mehmon bo'ldilar. Bir muddat yashadilar. Va bir kuni namozdan so'ng duo qilayotganlarini eshitdim dedilar. Parvardigoro, meni hayotimda qilgan ishlarimni nihoyasiga yetkazdim deb o'ylayman. Endi omonatingni oldim, Allohdan o'zlari so'ragan ekanlar. Imom Buxoriy bobomiz. Qarang, shu duolardan so'ng bir muddat o'tgach xastalanarkanlar. Va milodiy 870-yil 60 yoshida Imom Buxoriy bobomiz Ramazon oyining 3-10 kunligi. Diqqat qiling, Laylatul Qadr kechasini o'tkazib, Imom Buxoriy do'zax eshiklari yopilgan, jannat eshiklaridan ochilgan bir kunda hayit namozi kuni janozalari o'qiladi azizlar. Omonatlarni Allohga topshirgan ekanlar. Bismillahirrohmanirrohim. G'olib ibn Jabroil tomonidan Imom Buxoriy qanday vasiyat qilgan bo'lsalar, eskidan Xartang qishlog'ining eski xalq qabristonining kiraverishiga mana shu joyga Imom Buxoriyni 60 yoshlarida dafn qildilar. Bugungi kungacha mana bu devorlarning u tomonida eski o'sha davrdan bugungi kungacha xalq qabristoni bo'lib kelmoqda shu joylar. Aziz onajonlar, aziz birodarlar, Imom Buxoriy kim edi? Albatta Imom Buxoriy Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning aytgan gaplari, so'zlari, fe'llarini hadis deyiladi. Mana shu hadislarni mingdan oshiq hadis ulamolarining ichida eng sahihlari, eng to'g'ri ishonarli hadislarni to'plagan eng oliy va birinchi hadis ilmining buyuk sultonidir. Azizlar, Imom Buxoriyni yozgan Sahihul Buxoriy Al-Jami' as-Sahih nomli ishonarli hadislar to'plami butun yer yuzida, islom dunyosida Allohning kalomi Qur'ondan keyingi ikkinchi kitob hisoblanadi. Bu kishini hozir aytgan, zikr qilingan kitoblari. Azizlar, Imom Buxoriyni mana tarixlarini aytar ekanmiz. Majmua haqida ikki oz gapiramiz, keyin Imom Buxoriyning asl qabrlariga borib ziyorat qilamiz. Bu majmua 6 yil muddatda 6 yilda qurildi. Yangidan qurildi hammasi. Faqat bu kishining qabrlariga teginilmagan va bu chinorlarimiz eskidan saqlanib qolgan eski imoratlar davrida. 15-asrning ikkinchi yarmida Buxoro amiri Abdullohxon II Imom Buxoriyning haqlariga masjid, minora va mehmonxona, hujralar qurib bitirdilar. 15-asrda qurdirgan. O'sha davrda shu chinorlarimiz 6 asrlik tarixga ega va Imom Buxoriyni 9-asrda qolgan bu kishining xotlari, haqiqiy qabrlari pastda saqlanib qolindi. Kecha qurilish paytida qabrlari atrofi o'rab olindi, shikast yetmasin deb. Qabrlariga teginilmagan, qanday bo'lsa shu holatda. Faqat atrofi
katta maydonni egallagan bir ajoyib muborak maskanga aylantirildi xolos. Qabrlariga tegirilmagan. Mana bu maqbara eskidan kim kelgan bo'lsa biladi, eskidan xuddi shunga o'xshagan maqbara bo'lardi. Faqat chamasi 12-13 metr edi. Bu o'sha eski imorat o'rniga boshqatdan yangi qurildi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin bu o'zgarmagan. Yo'q, bu ham o'zgargan, yangidan qurilgan. Gretsiya davlatidan mana bu oq toshlari Gretsiyadan olib keltirildi. Bu Makkaga borganimizda Alloh nasib qilsa ko'ramiz. 60-70 daraja issiqda Saudiyada. Oyog'ingizni tagida turgan shu oq tosh bo'ladi, muzday turadi. Allohning qudratida bu ham. Imom Buxoriyni majmuasi uchun Prezidentimiz Shavkat Miromonovichning tashabbuslari bilan butun majmuadagi noyob mana shunday ziynatli toshlar Gretsiya, Yunoniston, Portugaliya, Turkiya, Hindiston va Xitoy davlatlaridan maxsus olib keltirildi. Endi Imom Buxoriyni hurmatlari uchun. Azizlar, yana aytib o'tsam, mana bu ayvondagi ustunlari yog'ochdan emas, toshdan yasalgan. Ustunlar hammasi ilgari yog'ochdan bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda sof Hindistonning tabiiy toshidan, mana shunday rangli bir noyob toshdan yasaldi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi kelingizlar. Mana tarixlarni gapirayotganmiz. Imkoniyat bo'lsa telefonlarni tushirib olsak.